Imkonda asosiy eng birinchi narsa bizni ham hayajonni yo'qotishimiz. Hayajonni yo'qotsak, hammasi zo'r bo'ladi. Mana hozir yana boshlaymiz, mana hozir o'sha aytganimdek pavrotni chapga yoqib, birga urib olib qo'zg'alamiz. Shu bildingiz-a, o'sha ya'ni misol uchun chiziq yopilganda, ya'ni ozgina cho'rib to'xtaymiz. Ana unda tegi deb qo'ysa o'chadi pavrotningiz. Xo'sh. Boramiz, mana chiziq kelyapti. Chiziq yopildi, ozgina yurib to'xtadi. Keyingisi ana juda ham hayajonli joy. Bu yerdan aytganimdek, ozgina gaz qo'shasiz. Qo'shing gazni. Yana chiqamiz. Mana zo'r sepleni to'g'rimiz. Bo'ldi. Bu yerda hozirgi yana o'sha 1 2 3 4 5, ya'ni o'zimiz bilan mashinani o'z holiga kelib olish. Endi mana to'g'ri bosib tursiz. Faqat nafaqat oyoq, butun vujudingiz bilan his qilishingiz kerak. Seplenani ko'tarayotganingizda. Tak, ko'taramiz. Mana boshladi. Chap oyoq qotdi va yumshoq gaz berib chiqib ketamiz. Bu yerda uncha odam mazasi qochib qoladi-da. Chiqayotganda ko'rdingizmi? Misol uchun mana yo'limizni nihoyatda tor. Shuning uchun rulni, ya'ni boyaga aytgandek, bitta оборот qilib buraverasiz o'sha. Mana shu yerda oldimizni, mana shu chiziqqa ham bosolsangiz, burganingizni, ya'ni bu yerda jarimasi 100 ball. Ki 90 graduslik burilishda ko'pchilik rul burishga uspet qila olmaydi. Shuning uchun men hozirdan mana disiplinani bosib olib, ozgina to'xtab, bundoq qarang, bakovingizni ozgina o'tkazib olasiz. Hali o'tmadi. Ozgina o'tkazamiz. Tak. Aniqmi? Ozgina. Ha. Tak, mana o'tdi. Bo'ldi va rulni burib oldi joyida. 1 2. Yaxshi. Xullas, mana o'sha aytganimda o'sha chiziq yopilgandan keyin burdik. Dublyorga qaraymiz sразу. Dublyor yashil ketdi. Boya naryoqda ozgina o'xshamay qoldi. Siz uni bosib qo'ying. Shuning uchun bu yerda hozir xitotroq bo'lib, rulni birinchi ozgina burib ko'ring-da. Yarim. Yana bosasiz. Ha, yana o'ngga, chunki torroqda. Bashta esdan chiqib ketyapti o'ngga kirish. Bu xato-da. U daraxtga o'tsangiz, u yerda ana Frankler kutyapti. Taniysizmi Frankler? Ha? Shundoq kutib oladi sizni. Shundoq beraveradi, keyingi safar o'shani original qilib chiqarib kelgan deydi. 1 million 200 ming qilib. Manmi? Qiziq. Mana shu oq chiziqlar bor. Mana shu oq chiziqlarni o'sha Benjamin Franklinning har bittasini kallasini qo'yib chizib chiqishganda. O'shani bittasini bossangiz shundoq oladida sizga beraveradi. Bilasizmi nimaga? Keyingi kelishingizda o'shani o'rnini to'ldirib qo'yishingiz kerak-da. O'shani kelib yoshtirib qo'yasiz. Shuning uchun bulardan sal nariroq yurish kerak. Bizga kerak emas u fan. Yo'q, boshku. Ha? O'tib mashinalar tashib ketdi. Bu orqadan aylanib kelgan o'sha. Tak, xullas bizga o'sha tesha kerak. O'rtaroqdan yurib. Ha, o'rtaroqlarda yuramiz. Deganimizdan keyin. Ha, hozir. Tesha qolmasa bo'larsiz. Ana. Endi zo'r. Ashi ideal. Yana ozgina qo'shib oling. Bizdan nima ketdi? Bo'ldi. Ketmoq ketmasa bo'ladi. Da, skorosti chiqarib, zatniga urib olamiz. Rulni joyida. Endi hozir bu yoqqa qarab turamiz. Endi keyin bu yoqqa qarab turamiz. Ana bitta opa chiqdi-yu, esingizdanmi? Mana shu joyi to'g'ri varra qilib bu yoqqa qarab ketib qoladi, keyin varra qilib bu yoqqa qarab ketib qoladi. Shuning uchun biz bu yoqqa qarab turuvdi, endi nariyoqqa qarab turganimiz to'xtaymiz. Chap. Davay, chap bilan fiksatsiya qilamiz. Boya o'tib ketdimi ancha? Boyami? Ha, boya nariyoqqa o'tib qizyapti. Ana bos zo'r. Xullas, endi skors chiqarganimizdan keyin yana qarab turib birga urib olamiz dedi. Boya aytganimdek, o'sha sal chiqarib olish kerak. Bardordan. Yuring oldinroq. Tak. Mana chiqdi. To'xtab, rulni bir ursangiz bo'ladi. Endi
ko'pchilik ayollarga biz endi to'xtab deymiz endi nimaga deyilganda sizlarda ozgina rul burish radiusi sal pastroq. To'g'ri. Tak yana o'sha oq buramiz. Mashq bajarildi. Yana bosdim. Sariq silab o'tib ketdi. Chunki yiqilsam ham polisidan yiqilar ekan. ha, etmoqchi bo'lganim ko'proq holatda yiqiladigan vaziyatlar shunga to'g'ri keladi. Xo'p, biz bu parkovkalarni bajarib bo'ldik. Endi qayerga? O'ngga. Oldimizda 3 ta o'ngga burilish bor. Namizda. Ha, shu uchinchisidan. Mabodo kirib ketib qolsa, uni bajarib chiqib ketaversa bo'ladi. Burilish chapga bo'ladi, chorrahadan. Xo'p, endi naryoqda temir yo'l kesishmasi. Temir yo'l kesishmasini oldida to'xtashimiz kerak. Ya'ni bu yerda o'sha imtiyoz belgilaridan to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. To'xtab bu yerdan suv poyez bo'lsa bitta ichib olsangiz ham bo'ladi. Sal pastga ozgincha yetib qoldi deganida. Bo'ladi, ketdi endi. Endi ozgina tezlanish bo'lagiga kelyapti. O'sha tezlanish bo'lagiga kelayotganimizda yod bo'lib, bitta razg'onli polosani olasida boshladik. Bos, gazini bos degani shu bo'ladi. Buning hali vaqt bor. Deb to'xtang. Xatoymi bildingiz? Qidirib qoldingiz. Qidirib qoldim. Keyin displey ham bosmasdan. Yo'q. Keyin safar unab qilmang. Birga o'ylang. Boshladik. Xo'sh, endi Viu-midi? Ha? Qatta edi. O'shani ham o'sha bitta kampir edi. O'sha ulayotganlar. Viu qilib mana qarab ketib qoldik, viu mana qarab ketib. Mana shu viu bo'ladi. To'xtab, avaringdan yoqib O'chadi o'zida. Keyin o'chiramiz. Orientirimizni yana o'sha uzuq chiziqni bakoyga qarab hisobini olamiz. Parallel parkovka. Parallel parkovka. O'zbekchasi nima? Yondosh parkovka. Yo'llama. O'sha tepada qiras kelgandan keyin Ana endi keldi, mana shu tepasi bo'ldi, to'g'rilab oldingiz. Sal yuraman menimcha. Mana shu chiqish kerak mana shu yerdan. Chiqdimi? Bo'ldi. Endi rulni to'g'rilab, naryoqda bitta sizni kvadrat kutyapti g'ildiragisi. To'g'ri. Shu kvadrat deyilganimizdan keyin mashqda bitta kasallik bor, bilasizmi? Ko'pchilik o'quvchilarda. Shuning uchun bu yerda antirul degan bitta dori o'ylab chiqarish kerak. Mana zo'r, skorsdan chiqadi. Antirul bilasizmi qanaqa? Antirul? Ha, degan sirop borda. O'shandan ichsangiz rulni burishdan adashmaysiz. Chunki bir xil rulni qayerga burishni bilmaydi-da bu. Ayniqsa zaydida. Zaydida. O'ngga burish kerak, chapga burib qoladi. Sizda yaxshi bunaqa kasallik yo'q ekan. Bo'ldi, chiqib turamiz. Поворотникni yoqib. Ha, поворотникni yoqib, yana o'sha ikkinchi yo'nalishga joylashib olamiz. Biraz yashil. Yashil, cho'ti bugun hozir hammasi yashilga tushdi. O'ngga ketadi. Ha, bunisi yashil. Поворотникni o'ngga yoqib, havani kutyapti degan manzil o'sha. deb o'ylayapsiz, lekin hali bor sizga. Pavorotnikni o'ngga yoqib, finish tomondan o'tib ketasiz. Yana shunaqa qilib startni oldiga borib olamiz. Qalay taassurot? Zo'r. Yaxshimi? Gap yo'q. Keyingilarga ham shunaqa bir xulosangizni bildirib qo'ysangiz, hamma natijasi yaxshi bo'ladi. Ayniqsa sizni tavsiya qilaman bularga. Ha, bo'ladi. Bu yerda aniq sabrli instruktorlar kam to'g'risi. Ha, bu yerda o'zi unaqa anaqasi yo'q. Tasavvur qiling, uyga o'tirib, ko'cha boshiga chiqib, bitta magazinga chiqib, yosh bolangiz yo'q. Borib, bitta pampersga chiqib kelishdi degandek gapda. O'shaning uchun bundoq borib kelsangiz 800 metrli yo'l kelib bitta ko'chaga kirdingiz, parkovkaga kirib, magazinga kirib, yana finishga qaytib ketdingiz. O'sha hayajon, o'sha narsani bekorga shug'ullanmaydi. Mayli, sog' bo'laylik.